Yaxşınızlar, hörmətli qərindaşlar. Bugünkü leksiyada mən bu qıtımlıq vabanın iqtisadi təsiri və bizə göstərən təsiri toğrusunda sözləməkçi. Çünki bu şəxtdə mənə suallar gəldi. Bəzilər dedi, bu qıtımlıq vaba keltirib çıxarğan iqtisadi krizis qandaq fürsətlərni yoki qandaq xirrislarni paydo qilish mumkin bizga. Yana bəzilər dedi, dünyanın başqa yerlərdə yaşayotgan Amerikada emas, başqa yerdə yaşayotgan bizning Uyg'ur qarindoshlar bu ishlar to'g'risida iqtisodiy jihatlarda qandaq narsalarni bilish kerak, nimalarni qilish kerak degandek shundoq gaplarni dedi. Ya'ni o'ylaganlaringizni deb baqsangiz degan ovozli takliflarni berdi. Shunga bu 4-chi leksiyada men mush to'g'risida to'xtalmoqchi. Albatta, bu Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'lib dunyoning hamma yeriga taralgan bu vabo ko'pchilikningki intayin diqqatini çəkdi. Bəzilərə zıraq təşviş saldı, bəzilərinin turmuşuğun qiyinçiliklarını keltirdi. Bu bizlər emas, bütün muş vabanın təsiriga uçurğan insaniyyətlərin hamısıga ortaq bolayotgan iş. Bu vaba bultur 12-ci ayda paydo bo'lib, taki şu 3-cü aylargacha, 2-ci aylargacha dunyoning boshqa yeriga onunki tarilishi anchalar belki tez bo'lmagan. Tuyuqsizlam 2-ci ay kirgandan keyin 3-cü aylarga qadam qo'ygan vaqtda buningki tarqalish sur'ati tez, ko'lami kengri, zishliqi nihoyatda cho'ng ashundoq bo'lib ketdi. Natijada buni biz ko'rayotgan hozirgi bir ahvol maydonga keldi. Ya'ni bu kasal giribdor bo'lganlarning soni uzluksiz oshib, bu kasal bilan qazo qilganlarning soni oshib, kishilarningki turmushiga qiyinchilik, psixologiyasiga bir xil tashvish shundoq narsalarni olib keldi. Endi bu sahiya krizisi, bu qatimliq bu sahiya krizisi hozir biz ko'ryapmiz bir iqtisodiy krizisni yoki iqtisodning chekinishini keltirib chiqadi. Ana yerda men ba'zida bir krizis bilan chekinish, iqtisodiy chekinish degan gapni almashtirib ishlatib qilishim mumkin. Amaliyotda bu krizis yuz bergan vaqtda u vaqtida kontrol qilmasa bir xil chekinishni yaxshi bo'lmagan oqibatlarni keltirib chiqardi. Biz bu pul muomala krizis deymiz, iqtisodiy krizis deymiz. Shundoq yana iqtisodiy chekinish deganda gaplarni ishlatamiz. Inglizda buni recession deymiz, crisis deymiz. Lekin bizning tilimizda buning boshqacharoq ma'nosi bor. Yani krizis degan gap, chekinish degan gap qarag'an chaqda bizning tilimizda sal qo'rqinchliroq anglandi. Amaliyotda iqtisod ilmining, ya'ni makrolik iqtisod ilminingki qoidalariga sasaq iqtisodning chekinishi qandaq chaqda yuz berdi, qandaq bilamiz buni deganda milliy daromadning, ya'ni GDP deydigan bir narsamiz bor. Milliy daromadningki ish sur'ati keyingan vaqtda, ya'ni ikki fasl chekingan vaqtda ondan yuz beradigan narsa. Milliy daromadni hisoblash usullari bir ikki xil bo'ladi. Birisi chiqim nuqtasini hisoblash, yana birisi kirim nuqtasini hisoblash. Biz ko'pincha vaqtda odatda chiqim nuqtasini hisoblaymiz. Ya'ni iqtisodda bundaq deb qaraymiz. 4 muhim iqtisodiy faoliyatlar bilan chetishli 4 muhim gavda bor. Bular aholilar, ya'ni shaxsiylardan tarkib topgan aholilar, ondan shirkatlar, hukumat va tashqi dunyo bilan tijorat qiladigan, import eksport qiladigan shundoq bir gavda bir davlatning ichida bo'ladi deb qaraymiz. Mana mushularningki iste'molini, ya'ni iste'molni deganimizda aholilarningki turli tuman iste'moli, uyga bo'lgan, tokka bo'lgan, telefonga bo'lgan, yemak-ichmak bo'lgan, mashina, avtomobil bo'lgan ehtiyojdan tortib korxonalarning yoki shirkatlarning iste'moli, ya'ni ularningki mahsulot ishlab chiqarish uchun, mulozimatlarni ta'minlash uchun binolarni selishi, ijara ishxonalarni ijaraga olishi, mashinalarni, uskunalarni setib olishi degandek. Masalan, qurilish qilmoqchi bo'lsa, qurilish kran ketadi, shundaymi? Anadan keyin hukumatningki o'ziningki iste'moli, ya'ni hukumat xizmatchilarining har darajadagi hukumat tarmoqlarining noiyadan tortib o'lk shtatgacha, shtatdan tortib markaziy hukumatgacha hukumat tarmoqlarida ishlaydigan ishchi xizmatchilarning maoshini berish, davlat mudofaasiga, davlatningki umumiy ommaning sog'lomligini kapolatga ega qilish yoki sog'lomlik sifatini yaxshilash uchun
ajratilgan xarajat degandek mushlarning hammasi hukumatning chiqimi bo'ldi. Shuning bilan birlikda yana tashqi dunyoga hozir xalqaralashib ketgan bu iqtisodda davlatlar o'zida ortiqchiligi bor, ya'ni ishlab chiqishda ortiqchilik bor tovarlarni sirtqa setib, undan sirtdan o'ziga azam to'xtaydigan tovarlarni setib oladi. Ya'ni importdan eksport dan shakllangan shunaqa tashqi savdoni deymiz endi bu yerda. Ya'ni biz ko'proq chetning melini import qilsak, satqinimizdan jiqroq haqniga setib olsak, bizning iste'molimiz bo'ladi. Mana shu 4 gavdaninki qajilgan pulini qo'shab akilib, hisoblab chiqarilgan shu bir daromad, umumiy iqtisodiy daromad ne biz shu GDP deb ataymiz. Mana shu milliy daromadninki odatda hisoblanishi yilda bir hisoblandi, faslda bir hisoblandi. Undan keyin har fasllik GDP manchilak bo'ldi, manchilak oshdi, manchilak tushdi deymiz. Undan keyin uni yilda bir hisoblaymiz. Bir yilga mancha % oshdi yoki mancha % tuvalladi deb. Odatda bir yillik GDPning hisoblanishi shu 4 fasldagi GDPninki ashundan hisoblab chiqarilgan bir qimmat bo'ladi bu endi. Iqtisodning chekinishi yuz bergan vaqtda, ya'ni milliy daromadning chekinishi yuz bergan vaqtda, shu 4 gavdaninki hammasi degidek bir xil chekinish bo'ladi. Ya'ni aholilarninki iste'moli aziydi, davlatning iste'moli aziydi, to'g'ri. Undan keyin shirkatlarning iste'moli aziydi. Bu deganlik shirkatlarning iste'moli aziydi degan gap, shirkatlar xizmatchilarni qabul qilmaydi yoki odam pushtida. Chunki uning tovarlariga, uning mahsulotlarga bo'lgan yoki mulozimatlarga bo'lgan talab kelmaydi. Bularga bo'lgan talabning kemishi aholilarninki shu tovar yoki mulozimatlarga bo'lgan talabining kengishidan sabab aholilar ishdan qoldi yoki ularning qo'lida kirim yo'q yoki ular kelgusiga umid bilan qaramaydi. Undan tijoratchilarninki, shirkatlarninki kirimi azaygandan keyin, aholilarning kirimi azaygandan keyin hukumat to'laydigan boj az bo'ladi. Hukumatning kirimi bojdan kiradi. Hukumatning kirimi azaygandan keyin hukumatning iste'moli azaydi. Yani davlat mudofaasiga ajratilgan, ommaviy ma'rifatga ajratilgan, ommaviy muassasaga ajratilgan, sayya saqliqqa ajratilgan bularninki hamchotimi kemaydi degandek. Demak, iqtisodning chekinishi yuz bergan vaqtda o'sha hamma sohalarga degandek umumyuzlik bir xil tarixiy chekinishdan kelib chiqadigan shunday bir ahvolni ko'z tutdi. Endi bu hozir Amerikaninki chom taxtga chiqqandan buyon Amerikada har oydagidek kishilarning xizmat tepishi har oydagidek 150 ming bilan 300 ming atrofida bo'lib kelgan. Ammo 3-oyga kelgan vaqtda necha millionlab 3-oyga necha million odam shu vaboning ta'siridan ishsiz qoldi. Bu odamlar ko'pincha odamlar qaysi sohada ishdan qoldi degan vaqtda bular mehmon kutish, sayohatchilik, yemak ichmak, ko'ngil ichish, masalan kinoxona deymiz, teatrxona deymiz, degandek qatnash transport, mush sohalarda ishlaydigan, havo qatnashi degandek mush sohada ishlaydigan odamlarningki ishdan qilishi nihoyat ig'ir bo'ldi. Bu 2007 yilning oxirida yuz berib, 2009 yilning o'tirida oxirlashgan bir pul muomala kirishdan keyin 10 yildan keyin yuz bergan bir cho'ng bir iqtisodiy hozir hamda iqtisodning chekinishi desakmi bo'ladi. Bu men abay deb o'tgandek rost iqtisodda chekinish bo'ldimi, bo'lmadimi deganda biz 6 oylik sonliq ma'lumot qarab javob bersak bo'ldi. Lekin 3-oyning o'zida bu ahvol nihoyat ig'ir bo'lib ketdi. Biz ba'zi odamlar kasal bo'lgan vaqtda u kasalning alomati ko'rinishga ma'lum vaqt ketadi, 6 oy ketadi yo 1 yil ketadi degandek. Anqchi odam sog'lom deb qaraymiz. Shu kasallik alomatlari ko'ringandan keyin pokitga qarab turib bu odam kasal bo'libdi deymiz. Ammo Mao vaboning o'zi bu Nasim Talib deydigan bir adam bor New York universitetida 2001 yili
tasodifilikning olishi degan kitobni yozib chiqargan odam 2007 yilda bu qora oqqu nazariyasini o'tirib qo'ygan kishi. Bu odamning shunday bir nazariyasi bor. Bir o'ylamagan bir kichik hodisa intayin cho'ng kutilmagan shunday ayronchilikni barliq keltirdi dunyoda deb. Bu odam internet texnikasining maydonga kelishi, sobiq Sovet ittifoqining parchalanib ketishi, birinchi dunyo urushi degandeklarning hammasini shu bu qora oqqu hadise deb başlangan misal qilib olgan. Ya'ni bir hikoya shaklida manda ham tushuntirishga oson bo'lishi uchun bu odam Amerikada yashaydigan kishilar ufqida minnatdorlik bayrami deydigan bir bayram bor. Noyabrda o'tkaziladigan. Bu chaqda kishilar Amerikaning kurk to'qisini yeydi. Bu odam deydi, kurk to'qi o'ziga yem bergan odamni, insonni nima degan yaxshi bu odamlar, nima degan yaxshi mehribon bo'ladi deb qaraydi deydi. Ya'ni odamlarning yaxshiligiga ishonadi. Bu kurk to'qini baqqan odam uning to'xtamay yaxshi yem berdi, yaxshi boqadi. Ammo kutilmagan chaqda, ya'ni vaqt kelgan vaqtda shu minnatdorlik bayrami oz qolgan vaqtda tuyuqsizlikdan bu kurk to'qining ajali to'shidi. Bu anqcha bu kurk to'qi bu ishlar yaxshi, meni davomli boqadi, odamlar yaxshi deb odamlarga ishonib turdi. O'ylamagandan shunday bir buni hayron qoldirdigan, uni halokat qilib keldigan bu shunday bir vaqa yuz berdi. Mana buni biz bu iqtisoddan bo'ldi, siyosiy ishlardan yuz berdi deb bu odam degan. Shu hozir bu yuz bergan vaboni ba'zilar bir metafor. Ba'zilar bu qora oqqu hodisasini bu qitim yuz bergan shu vaboni dal shuni o'xshatadi. Bu bir dunyo o'ylab baxmagan, kutmagan bir ish deb. Ya'ni bu tazim men sog'lanib ketayotgan odamni mushulan birini urib, yiqitib, pala chiqib qo'ygan deb bir ish bo'ldi. Mana biz ko'rib turibmiz, hamma nimadagi odamlar, masalan, men idora bo'lmay uyda turib xizmat qilyapman. Hozir atganlik xizmat vaqtidan xizmatga chiqishdan burun men shu leksiyani so'zlayapman ko'pchilik. Endi bu shu odamningki shu qora oqqu nazariyasida deganligidek bir biz iqtisod 2009 yildan keyin shu eshib mangan ishsizlik nisbati Amerikada ishsizlik nisbati tuvallab eng tuvan, ya'ni tabiiy ishsizlik nisbatiga yaqinlashgan, 3% atrofiga yaqinlashgan, paycheklari toza o'sayotgan, pulning paxal bo'lishi tuvan, yaxshi ketayotgan deb o'ylayotsak, kutilmaganda maoshlar yuz berdi. Paycheklar shunday tushib ketdi. Nurg'un odam ishsiz qoldi. İşsizlikqa iltimos qilgan odamlarning soni mana ko'paydi. Demakchi bo'lganim, biz rasmiy 6 oydan keyin hukm qilib, iqtisodiy ishlar, iqtisodning chekinishi yuz berdi deb sonliq ma'lumotlar orqali buni dalillamay turiblar, ko'z oldimizda bo'layotgan ishlar bizga navbatda iqtisodning chekinishining yuz berganligini ko'rsatib bo'ldi demoqchiman. Bu haqda hatta Nouriel Robbini deydigan bir iqtisodshunos var. New York Universitetining iqtisodshunosi. Bu kishining bir laqabi bor, ya'ni halokat, doktor halokat yoki doktor umidsiz deydigan. Bu odam ko'pincha vaqtda iqtisodiy faoliyatlarga nisbatan umidsiz qaraydigan kishi. Albatta iqtisodiy faoliyatlar hargiz takshi olmaydi. Iqtisodiy faoliyatlar tavrinib turdi, do'lqinsimon. Tögülərinin boynu ısılan kolduğmalarını isimlarga elanlar, qo'ng'iroqni isimlarga asanlar, qo'ng'iroq. Bu iqtisodiy faoliyatlar dal ashunda bo'ladi. Ya'ni qo'ng'iroqning sol tarafidan iqtisodiy faoliyatlar bunday ko'tarilgan vaqtda iqtisod eshyotadi deymiz. Bu yuqori nuqtaga chiqadi. Yuqori nuqtaga chiqib, andan keyin asosda tövallaydi. Bu tövalgan iqtisod chekinadi. Hozir iqtisod chekinayotgan vaqtda bu töval nuqtaga yetmadi. Andan keyin u yana oshadi shunday. Yani netçi qo'ng'iroq var desak, bu qo'ng'iroqlarningki hajmi cho'ngchilikka o'xshamaydi. Dastlab kichikroq qo'ng'iroq, cho'ngroq qo'ng'iroq degandagidek. Iqtisodiy faoliyatlar mana bu shunday davrinib turdi. Ya'ni iqtisodda biz shunga iqtisodiy davrilik deydigan bir narsa bor iqtisodda. Iqtisod oshidi, chunki aholilar pul xarjlaydi,
Şirketler mablag' soladi, hukumat pul qajlaydi degandagidek. Anadan eshib bir yuqori nuqtaga chiqadi bu. Chiqqandan keyin hamma nimaning bahasi o'sab degandagidek. Ananing pul pahalligining oldini olish uchun nima bo'ldi desa, Markaziy banka o'simni sutini oshirdi, oshirgandan keyin pul qarz edish tasdiqladi, chunki ba'zi odamlar voy pul topalaymiz deb qarz qo'ygan ishlar bo'ldi emasmi? Shuning bilan oxirida anadan keyin iqtisod chekinadi. Amerikaning tarixida Amerika 1776-yili mustaqillik xitobnomasini e'lon qilib, mustaqil bo'lgandan keyingi shu 200 yil tarixda 47-48 qatim iqtisodiy chekinish yuz bergan ekan. Bunun ichida eng ig'ri 1929 yil yuz bergan iqtisodiy bo'hron. Bo'hron degan gap iqtisodiy chekinish, iqtisodiy krizis degan qaragan vaqtda buningki qo'rqinchli darajasi nihoyat cho'ng. Iqtisodiy bo'hron yuz bergan shu vaqtda 25% emgak kuchiga 25% odam ishsiz qilib, qonvayron bo'lib, nurg'un odamlarning yeydigan ichadigan yo'q, qiyrilar, tul ayollar, balalar shunda xarlinib ashnaq bo'lib qolgan gap. Shunga buni ba'zi davlatlar kapitalizmda mana shundaq o'z-o'zini bayron qiladigan shundaq bir sistema bu odamgarchilik yo'q, insonlik yo'q deb salbiy dars qilib tushundirdi ba'zi davlatlarda. Amaliyotda bu bozor egaligininki o'zininki hamda shundaq bir qonuniyati. Dal shu iqtisodiy bo'hron yuz bergandan keyin, mush ishlar bo'lgandan keyin men o'tgandagi bir leksiyalarimdan John Maynard Keynes o'xshash bir odam chiqib, shunday chaqda hamma narsani, chunki mana shu iqtisodda o'zaro ideyalar o'xshamaydigan qarashdagi kishilar bo'ladi. Iqtisodshunoslar, klassik iqtisodshunoslar bular nima desa, bozorga kelgani davlat aralashmasligi kerak, o'zi qo'yib berish kerak. Deb ashna deb qarab iqtisodiy bo'hron yuz bergandan keyin undan Keynes o'xshash bir odam chiqib, yo'q, hukumat cho'qim aralashishi kerak. Hukumat shu ommaviy o'rinlarni, xizmatlarni barpo qilib, asosiy muassasalarga mablag' solib, pul qajlash kerak. Ishsiz odamlarni ishga o'rnatishtirish kerak. Chunki ishsiz odamlarning qo'liga pul kirgan vaqtda bu odamlar pulni qajlagan vaqtda, zavodlarning mollarini olgan vaqtda, boshqalarning mulozimni iste'mol qilgan vaqtda, xalqning qo'liga pul kirgan vaqtda, ular u pulni qajlab, shuning bilan iqtisod asosida o'zini bu patqoqdan tortib chiqardi deydigan mana bir qarashdagi odam. Shu Keynesizmninki ideyasi ashundoq. Bu ideya har qatam shundoq iqtisodiy krizis yuz bergan vaqtda, iqtisod chekingan vaqtda qo'llanib keldi. Keyin bu iqtisodiy bo'hron eng og'ir bo'lgani 1929-yildan tortib toki 1938-yilgacha davomlashdi, lekin 29-yillar 33-yilgacha bo'lgan ahvolda nihoyat og'ir. Nurg'un odam ishsiz qolgan. Gerçi keyingi yillarda ishga o'rlashgan odamlarning soni azroq ortgan bo'lsa-mu, lekin ko'rinarli emas. Shunga buni bir uzun so'zilgan bo'hron iqtisodning chekinishdan uzun so'zildi. Shu iqtisodiy bo'hron 10 yildak bo'lgan gapda, bir kasallik ahvoli yomonlashib ketdi, uzun mazgil yomonlashib ketdi deb shunga o'xshasa qiladi. Aning keyin 60-70-yillardami iqtisodning chekinishi yuz berdi, 80-yillardami shu Amerikaning misolida bersaqda, har 5-10 yil ichida shunday bo'libdi. Demak, iqtisodiy davriylik shunday bo'lib turdi, undan biz qutlanmaymiz. Hatta 2018-yilda New York vaqtigizning bir obzor yozisimi shunday degan Eston yozuvchisi. Shu 2018-yil savdo urushi, andaki şirketlarning nurg'un zaimlarni taqtishi, mana bu shunday ishlar bir iqtisodning chekinishini keltirib chiqarish mumkin 2021-2022 deb shunday bir gaplarni degan. Chunki ma'lum mazgildan keyin bozor qizib ketgan vaqtda u tushidi. Chiqqandan tushishi deymizmi? Shunga o'xshash. Lekin hech kim mandaq bir qora oq hadisni, mandaq bir vaboninki to'xsiz chiqiblar iqtisodning umurtqisiga urib o'tishini hech kim o'ylab bakmagan. Bu haqda men nimaninki doktor halokat deb atalgan gapimdan chetdan ketgan bo'lishi mumkin. Norman Robini degan kishining gapini deb berdim New York universitetiga. Bu odam shu 2005-yili pat yaqinda bu o'yining bahsi bak o'rilib ketdi. Pat yaqinda mana shu
Amerika'nın iqtisodini cho'ktiruvdi deb qiyos qilgan. 2 yildan keyin shu ish bo'ldi. Pul muomala krizisi. Men mana bu Baybolda dars o'tgan vaqtda bir video ishlagan shu to'g'risida. Ya'ni pul muomala krizisiniki qanday yuz berdi deb tushuntirib shu joqda. Shu vaqtda banklar öymülük bazır bək qızıb ketib, haqlar öy asaqlı bay olumuz deb o'ylab, bankdan qarz verib, banklarmı başqalarınki töləş iqtidarını təkşüməylə, töləş iqtidarı yo'q adamlarga qarz verib qo'yab, shuni bilan öy deganning soni cheklik bo'ladi. Uni nurg'un adam olamiz desa, bahoni o'rnatilgan gap sotqichi. Shuni bilan oxirdan keyin iqtisod chekinishga qarab menib öyünü qazılıb ağan adamlar onu төлeyemey, şunu bilan banklar öyünü tatib olib, bazarda nurg'un öy setib olgan adam azulab, shaxslar vayron bo'lib, banklar vayron bo'lib, başında bir ish bo'lib ketgan. Shu joqda Obamaning vaqtida stimulus package, quantitative easing yalnız ashundaq bir pulni ko'plab taqtib ba'zi xususiy şirketlarni hükümet özü onu qutuldiribdi. Pul verib, yo'lab qutuldirib shuna qildi. Sap bozor ilgi nazariyasidan aytgan vaqt undaq qilmas kerak. Vayron bo'lsang vayron bo'l deyish kerakligi undaq qilmadi. Chunki u davlatning muhim tayanch iqtisodiy tomirlarida ona shuna qilib qutqazmasi olmaydi. Nurg'un sohalarga davlatning manfaatiga, umumiy xalqningki ahvoliga, jamiyatning muqimligiga o'shundaq narsalarga ta'sir ko'rsatgan bo'lganlikdan shunaqa qilgan. Endi mana da Allah 10 yil o'tgandan keyin iqtisod yaxshi ketib o'tib, iqtisodning chekinishi bir batdi, oldimizda bir batdi bu. Mangu ish mangadigan bir ish olmaydi. Bir odammi shu, odammi bir mangu bir umr yosh, sumbatliq yoki go'zal juloliq turmaymiz-ku. Bir chaqlarda bizning nurimiz o'chib qoladi, ajizlaymiz deganga o'xshash. Shunga o'xshash iqtisodiy faoliyatmi mangu ish mangadigan ish yo'q. Bu ma'lum nuqtaga yetgan vaqtda u chekindi. Bu Robini degan odammi yaqinda shu vaboning ta'sirini aşı 1929 yilgi iqtisodiy bo'hronga tangvo'g'idek darajada shunaq ig'ir bo'ladi deb ash adam dedi. U odam shu umidsiz qaraydi dedik, lekin uning qiyoslari to'g'ri chiqib qolgan yeri bor. Anan keyin mau kriz, bu qatimliq shu vaboning ta'sirini nima deymiz desa, metafor ya'ni mashulqi oqqo, ya'ni qora oqqo hadisi deb qaraydi hisoblashnaslar. Uning sirt yana Prezident Trump'ninki Davlat iqtisodiy maslahatlar komitetining mudiri Larry Kudlow degan kishi bu vaboning iqtisodga ko'rsatgan ta'siri ig'ir bo'ladi deyotdi. Shu paychaklarda ko'tarilish bo'lmayotdi ko'pchilik. Andan keyin Henry Kissingerni ko'pchilik biladi. Nixon Xitoy bilan bog'liq munosabatni yaxshilagan odam bu. Nixonga va Ford deganga Nixon vazifasidan burun chiqib ketdi. Shundan keyin Ford shu prezident bo'lgan mazgilda uning davlat ishlari katib bo'lgan kishi. Bu kishi o'tgan juma kuni Wall Street gazetida bundaq bir obzorchi o'zining ko'z qarashini ifodalagan obzorchi maqolasini e'lon qildi. Ya'ni vabodan keyin dunyoning tartibi o'zgaradi deb. Siyosiyonlarningki nazardagi dunyo tartibi bizning tushunchimizdan ko'p alg'an holatda bo'ladi. Endi bu odam bundaq asosli maqolasida 3 nuqtani o'tirib qo'yibdi. Birinchisi hozir oldimizdagi masala butun boshqa narsalama demay, xalqaro jamiyatlar hamkorlashib shu vaboni tizginlash. Bu davlatlar bilan davlatlar aloqamiz, odamlar bilan odamlar aloqamiz buni aytdi, qo'rqinchli ish. Shunga bu ishni tizginlash kerak. Bunun texnikasini, vaksinasini ishlab chiqarish kerak. Bunun vaksinasiga 12 oydan 18 oy ichida vaqt ketadi. Bu ishni kontrol qilish kerak. Buningki vaboning tarqalib ketishining, yamrab ketishining, cho'ng baloy afat akilishining oldini olish kerak. Ikkinchisi,
davlatlar har xil tadbirlarni qo'llanib, shu dunyo iqtisodiyotining chekinib ketishininki xaroblashib ketishining oldini olish kerak. Bu xato qarash emas. Chunki odatda shu iqtisodni bak chekinib ketgan vaqtda eng avval buning zarbasi uchraydiganlar kim bo'ldi desa, yana kirim saviyasi tuvan odamlar bo'ladi. Shunga bu yerda bir iqtisodiy bu ishlar shundoq yamrab iqtisodiy kriz, iqtisodning chekinishi bo'hron yana uzun mazgil davomlashib ketib qolgan ish bo'lsa, nurg'un insoniy tragediyalarni paydo qildi demoqchiman men. Anan uchinchisi bu odam dünya elleri asıl demokratik ellerine davet ediyor. Dünya elleri bazı bir taraftan şu vabanı tizgilash bilan birlikte yan bir taraftan vaba özgertken dünyanın yeni tertibini tüzüp çıkış doğrusunda oynayışımız gerek dedi. Yani bu adamınki bir erken liberal demokratik adalet yakınlıgan güllengen tinç boğan şundaq bir cemiyet dünya tertibini biz barpo qilishimiz kerak. Barpo qildik deb qaragan bilan unda emas-ku hamda naqchilik bor dunyoning u yerda bu yerda bor. Hamda mushuni biz qo'llashimiz kerak deb bu odam dedi. Demak bu odam bu shu vaboninki ta'siri keyingi avlodlarga oid cho'ng bo'ladi. Agar biz mush ishlarni qilmasak deb. Xulosalgan vaqtda bu qitimliq vaboninki keltirib chiqargani iqtisodning chekinishli bo'lmay, yana nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatdi. Nurg'un ishlarga daxl qildi ko'pchilik. Buni o'zinglar turayotgan yerda turib ko'ryapsizlar. Uyning ichida turib talog'i chiqmay, odamlar o'tirisidagi munosabatmi jiroqlashib, yaqinlar bilan ko'rishamay, hozir hatto odamlarning shaxsiylarniki psixikasimi qiliqlarimiz o'zgardi. Ya'ni quchoqlashib ko'rishilgan, qo'l yechib ko'rishilganning o'rniga manda qilib ko'rishilgan bo'lib, bu bizning ko'rish usulimiz bu yere manda qilib ko'rishilgan, mayliga urib ko'rishilgan. Ba'zilar jaynik bilan ko'rishilgan, ba'zilar put bilan ko'rishilgan degandek. Maska qilgan odamni ko'rsa, ba'zilar shu bo'lingan, yo'talgan odamni ko'rsa, shu bo'lingan. 3-ayning boshlarida ishxonada bir ishkini yutlab qo'ysam, atrofni ishlaydiganlar bak surishtirib ketdi, aytaz o'ng'aysizlandimda. Demakchi o'g'lim hamda shundaq odamlarning hozir texmi odamlarning ko'nglida shundaq bir qo'rqinch shu. Anandan keyin odamlarningki nimasiga ta'sir ko'rsatdi-da bular iste'moligimi. Qandaq deganda pulva odamlar chiqib qo'lida kirim pulva odamlar chiqib nurg'un narsalarni elib olgan gap. Ya'ni tozliq qog'ozi, bunda qo'lni surtilgan spirit, aniki yemak-ichmak degandek narsalarni o'shunday xalqlar yig'ib olgan gap. Andan har xil gaplar chiqqan gap. Yana voy palonchi shtatda bulanchilik ortib ketibdi, palonchiyada xalqlar o'zini qo'g'dash uchun qurol setyapti, undaq deman. Bularning yolg'on narsalarni bak taqilib ketmaydi-ku bu davlatlarda. Andan sırt yana nurg'un odamlarningki ko'ngli yerim qilgan shundaq bir ishlarmi yuz beryapti-da. Masalan, bizningki aholi mahallamizda shundaq bir qo'shnilardan taraf topgan sening qo'shning deydigan bir to'r beti bor ekan. Men taklif qilib qo'yibdi ekan. Men buni qatnashib qo'ygandim. Bir 2 oy burun, uncha bir ishlar bo'lsa shunday xabar qiladigan amonlik to'g'risida u bu degandek. Bir 2 oydan qo'pib men shunday bir yordam qilg'im bor odamlarga kimning qiyirlar bo'lsa yoki yeydigan ishadigan bo'lmasa menga desa bo'ladi debdi. Men qo'pib buning yeydigan ishadigan bu odamlar bu kunga qolmaganda desam tuyuqsiz ma'lum bir davlatdan kelgan birisi asha xat yozibdi. Bu davlatda yaxshi kun ko'ryapti. Hozir hammani yo'q deb qo'ydim. Balalarimning yeydigan ishdigan qolmadi deb. Andan keyin bir ayol qo'pib yana xat yozibdi. Men yordam qilay, u yordam qilay deb. Yana birisi qo'pib shundaq bir kun men 5 odamningki tomog'ini men ta'minlay deb. Demak, bu ishlar
endi shu Amerikada yashayotgan shu endi 5 qo'l teng emas deb ba'zi odamlarningki hal kuni ashunchalik bir ashuna bo'lib ketgan gap. Shunga insonlar o'tirsida shunday qiyinchiliklarniki bak jiqib ketmasligi uchun tragediyalarning yuz bermasligi uchun shuning bilan birlikda iqtisodning bak chekinib ketmasligi uchun ham uning ustiga hozir Amerikaningki bu kelar qatimliq prezident saylaydigan shunday chaqlar iqtisod bak chekinib ketsa bo'lmaydi. Har xil sabablar tufaylidan Amerikaning parlamenti 2 trilliondan ortiq moliya yordamini e'lon qildi. Amerikada yashayotgan odamlarningki ayolningki kirimi $200,000 atrofida 200,000 dan tuvan bo'lsa, bir odamning kirimi $75,000 dan tuvan bo'lsa, har bir odamga adult deydi 18-qurlarni. Bularga $1,200 dan, ulardan kichik 18 yoshdan kichik bo'lsa har bir bolasiga $500 dan ijtimoiy sug'urta social security number bo'lsa, shunda pul bermoqchi bu pullarni shu ish kuchapning ichida kishilarning qo'liga tegadi. Qo'liga tegmaydigan ahvol bo'lib qolsa, cho'qim o'zi shu IRS'ningki Internal Revenue Service'ning to'rbiga chiqib, shuni iltimos qilib, yana elish kerak hamda odam degandanki kunda uyda go'sht qaynatib sho'rib pishqilib olmaydi. Ba'zida umaç ishib qolgan gap. Xo'sh, endi bu gaplarni dedi. Endi bu Amerikadagi shundaq chalib pul bo'lsa bir umumiy ahvolning kichkina aloqa tasvirlanishi. Hamda dunyoning boshqa yerida bizning qarindoshlarimiz bor. Mush kunlarda mush vaboning ta'siridan turmush qiyinchilik uchragan, hayoti biroz iztiroblikqa cho'kib qolgan qarindoshlarimizga Allohdan bir chidam, sabr tilayman. Ben ba'zi xabarlarni o'qib baxtim, mushunchalar kishilar qanday o'tkazibdi bu kunlarni deb. Asosan shu sabr bilan har bir ishning xayrlik tarafi bor deb sabr bilan chidab yaxshi kunlar oldimda deb umidvorlik bilan yashab o'tkazib degan odamlar. Ba'zi Amerikadagi xususiy bayliq maslahatchilari uning deb desa, bunda chaqda eng yaxshisi qo'lda naqd pul tutgan yaxshi, chiqimni azaytgan yaxshi, sirtqi tomoq yemagan yaxshi deb. Bu qitimliq mavo vabaningki tufaylidan kelib chiqqan bu iqtisodiy chekinish boshqa tarixga boshqa aloqati yo'q. Nemishqa deganda boshqa iqtisodiy krizis masalan 2007-2009 yilda yuz bergan pul muomala krizisida odamlarning harakati cheklanmagan. Hozir odamlarning harakati cheklandi-da. Ma'lumizga chiqib qahva ichib kiratdim, uni ishimga bir oyda bo'lib qoldi. Masalan, hadisi mashinani mayda baxmidim. Bu men emas, mening atrofimdagi odamlarmi shu, uyning atrofidagi o'rmonliqqa, uyabiyaga chiqib menib qo'yamiz hamda. Lekin odamlarni ko'rsak 5 metr, 10 metr yiroqda turib aydab qo'yapchi. Shunday qilyapmiz. Anandan keyin shu asosliqi bular chiqimni tejash, ana puli borlar naqd pulni saqlab qo'yish, uyning ba'zi tushida shunday chaqda uy yap qo'yish, ba'zi tijorat fursatlari bo'lib qolishi mumkin. Shuni ching tutish kerak. Andan keyin hukumatning tijorat qilgan odamlarga nisbatan hukumatning yordam pullari bo'lishi mumkin. Shuni elish kerak. Deganda ko'pinchisi odam qanoatchilik bo'lib, umidvorlik bilan o'zining chiqimini tejab, turmushiga ehtiyojli zarur bo'lgan narsalarni elib, ammo orzu qilgan narsani olmay, xohlagan narsani olmay, o'zi xohlab ketgan narsani, yaxshi ko'rgan narsani emas, o'zining shu mavjudligini, sog'lomligini, jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan sog'lomligini bir saqlab turgudak shunday o'tab tursa, yaxshi kunlar keldi deydi. Albatta, bu har qanday narsaniki tuvan nuqtasi bo'ladi. Har qanday narsaning yuqori nuqtasi bo'ladi, tuvan nuqtasi bo'ladi. Biz shu xil davriylikning ichida yashaymiz. Iqtisodiy faoliyatlarimiz shu. Bizmi shu. Shuna bu kunlarni o'tib ketdi. Hamda dunyoning boshqa yerlarida sanoatlashmagan, iqtisodiy toza taraqqiy qilmagan rayonlarda yashayotgan qarindoshlarning hal kuni bak nachar bo'lib ketsa, shu men bilan aloqa qilsa
bo'ladi. Bir 2-3 adamdan ki 3-4 aylık, 4-5 aylık turmuşlarga azdıla yardım qilishga tayyorman. Çünkü bizde ham da shunday bir-birimizga shunday chaqlarda qarindoshlikni yetkazmasak bo'lmaydi endi shunday chaqlarda. Şunu ben bu leksiyani akçancı adam anlamaydı. Ancak adam görmeydi, adam anlamaydı. Ya 50 adam gördü, ya 100 adam gördü. Şu köygen qarindoshlar atrofinglarda ya o'zinglarning yoki atrofinglardagi odamlarningki bularmi shunday qilqi dadisi yo anisi endi bundan qizilinib qolgan o'quvchilar bo'lsa yu shunday ahvolini menga ma'lum qilsa men o'zimning bir odamning qila oladigan ishini qilaman. Bu gapni faqat shu anglaydigan odamlar anglaydi. Umidvor bo'laylik. Tumandan keyin havo ichiladi, qishdan keyin bahor keladi deydigan gaplarimiz bor. Albatta, shunday kunlarda xizmatni yo'qotib qo'ygan odamlar xuddiki tutunning achchig'ini mo'r bildi degandek xizmatdan ayrilib qolgan chaqdagi, kirim yo'qolgan chaqdagi oxil achchiqni o'zi biladi hammalarga. Qarindoshlarga nada bo'lsin, yaxshilik, qanoat, umidvorlik tilayman. Rahmat. Shuning bilan 4-leksiya tugadi. Iqtisod to'g'risida bu vabo akildigan xiris va fursatlar to'g'risida jiqroq so'zlasam bo'ladi, lekin bak jiqlab ketsa, asalni yavasi aman tetidi deb zerikib ketmanglar. Mushunchalik bo'lsin. Rahmat.